Siz Odissey filmini ko'rdingizmi? Unda Agamemnon qudratli hukmdor va buyuk qo'mondon sifatida tasvirlandi. Ammo aslida kim edi va nega ayrim tarixchilar u boshlagan urushni Sharq va G'arb o'rtasidagi 1000 yillik kurashning boshlanishi deb hisoblaydi? Aldani bugun sizlarga bu voqealarni kichik xronologik tarzda tushuntirib beradi. Men boshladim. Siz kuzatishda va obuna bo'lishda davom eting. Hammasi Troya urushidan boshlandi. Bir tomonda Axiy yunonlari, ikkinchi tomonda esa Troya davlati. Axiy qo'shinlariga Mikken podshohi Agamemnon boshchilik qilardi. Ba'zi talqinlarga ko'ra, Agamemnonning asl maqsadi faqat sohibjamol Yelenani qaytarish emas, Troya bugungi Turkiya hududida joylashgan bo'lib, Osiyo va Yevropani bog'lovchi eng muhim yo'llardan birini nazorat qilardi. Kim Troyani egallasa, Kichik Osiyoni ham nazorat qilardi. Miloddan avvalgi 12-asrda minglab Yunon jangchilari Troya qirg'oqlariga tushdi. 10 yil davom etgan urushdan so'ng afsonaga ko'ra mashhur yog'och ot hiylasi yordamida Troya zabt etildi va Axiylar g'alaba qozondi. Ko'pchilik bu urushni sohibjamol Yelena tufayli boshlangan sevgi mojarosi sifatida biladi. Ammo ayrim tarixchilar va geosiyosiy sharhlovchilar bunga boshqacharoq qaraydi. Ularning fikricha, Troya urushi Sharq va G'arb o'rtasidagi uzoq davom etayotgan geosiyosiy kurashning ramziy boshlanishi bo'lgan. Ularning taxminiga ko'ra, Yunon sivilizatsiyasi keyinchalik Rim imperiyasiga asos soldi. Rim esa sharqiy va g'arbiy qismlarga bo'lindi. Xristianlik imperiyani yagona mafkura ostida birlashtiruvchi kuchga aylandi va Sharqiy Rim imperiyasi Konstantinopol markazida yana ko'p asrlar hukm surdi. 11 asr to 1453-yilda Sulton Muhammad Fotih II Konstantinopolni egallagunga qadar. Ba'zi manbalarda u men Gektorni qasosini oldim degan rivoyat uchraydi. Gektor kim edi? Troya qo'mondoni. Shu sabab ayrim mualliflar bu voqeani Sharqning G'arb ustidan tarixiy javobi sifatida talqin qiladi. Biroq kurash davom etdi. 1683-yildagi 2-Vena qamalidan so'ng Usmoniylar chekina boshladi va 1699-yildagi Karlaviy shartnomasi bilan Yevropadagi kuchlar muvozanati G'arb foydasiga o'zgardi. Bu talqinga ko'ra, Sharq va G'arb o'rtasidagi raqobat keyingi asrlarda ham davom etdi. Hatto 1915-yildagi Gallipoli janglari vaqtida ayrim britaniyalik zobitlar kundaliklariga Troyani eslatib, bu hududlarning ramziy ahamiyatini qayd etgan. 1918-yilda Mudora sulhi Agamemnon kemasida imzolandi. Ba'zi mualliflar bu ramziy hodisa deb baholaydi. Go'yo Troya urushida G'arb qo'mondoni nomini olgan kemada Sharq vakili bo'lgan Usmonli imperiyasiga sulh shartlari qabul qildirilgan va ya'ni G'arb g'olib bo'ldi. Ammo hikoya shu bilan tugamadi. Mustafa Kemal Atatürk boshchiligidagi mustaqillik urushi yana Anadolu zaminida boshlandi. Ayrim tarixiy va geosiyosiy talqinlarda bu voqea ham Sharq va G'arb o'rtasidagi ko'p asrlik raqobatning navbatdagi bosqichi sifatida ko'riladi. Shunday qilib, bu qarashga ko'ra, Troya urushidan boshlangan kurashda davlatlar, qo'shinlar va imperiyalar almashgan. Ammo kurash ramzi bo'lgan Anadolu va Troya 1000 yillar davomida tarix markazida qolib ketgan. Bu esa tarixshunoslikdagi yagona qarash emas, biroq u Sharq va G'arb munosabatlarini tushuntirishga uringan eng yaxshi geosiyosiy talqinlardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Tarix hech qachon tugamaydi. Tarixdagi eng yaxshi voqealarni esa Aldani sizlarga yetkazishdan to'xtamaydi. Obuna bo'ling.